Ilgari Suv-Rishton yo'lining ochilgani, tuman markaziga tutash hududda aerodrom barpo etilib, aviaqatnovlarning yo'lga qo'yilgani Suqlik vatandoshlarimizni qanchalik quvontirgan bo'lsa, bugun Chashma hamda Vadil nazorat o'tkazish punktlarining 24 soatlik ish tartibiga o'tgani ularni bundan-da ko'proq quvontirdi. Chunki endilikda chegara o'tkazish nazorat punktlaridagi tirbandliklarga hamda navbat kutib turish holatlariga butkul barham beriladi. Bu xabarni eshitgan 93 yoshli Suqlik Salohiddin ota Zavharovning bugun quvonchi cheksiz. Sababi otaxonning aytishicha, ilgari belgilangan vaqtdan 10 daqiqa kechroq nazorat o'tkazish punktiga yetib kelsangiz, chegaradan o'tishga ijozat bermay ortga qaytarib yuborgan. Bu esa ko'p sarsongarchiliklarga sabab bo'lgan. Bir yangi xabarni eshitib, yo'q qonib ketdim. Mana shu Suq Chashma postida yangilik, kecha kunduz odamlar bemalol o'tadigan bo'lib juda quvonib ketdik. Ilgari shu postlardan o'tishda hatto odamlar postdan Vadilga kelib, orqaga Farg'onaga qaytib ketganlar ham bo'lgan. Kech qolib odamlar jini qiynab, yosh bolalar, ayollar, bu bemorlar Farg'onaga ko'p boradi bizda. O'shalar ham juda qiynalib, juda ko'p yomon ahvolga tushardik. Mana endi shu 24 soat kechami, kunduzmi, ertami, kechmi, qachon bo'lmasin o'tishga imkoniyat bo'libdi. Mana bu hamma ishlar, islohotlar yangi O'zbekistonda xalqimizning farovonligi uchun bo'lyapti. Bunda biz minnatdor. Darhaqiqat davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Farg'ona tumanidagi Shohimardon qishlog'i hamda So'x tumaniga borishda fuqarolar uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratilmoqda. Jumladan Farg'ona tumanidagi Vodil Qadamjoy, Oqqiya, Akkiya, So'x tumanidagi Chashma, Chechme nazorat o'tkazish maskanlari joriy yilning 18-iyunidan boshlab 24 soatlik ishlash tartibiga o'tdi. Bu chindan ham so'xliklar kabi eksklav hududlarda istiqomat qiluvchi vatandoshlarimizning mushkulini oson etadi. Yangilik bu kimlargadir bir yangilik bo'lmasa ham biz suqliklar uchun katta yangilik. Farg'ona Chashma nazorat posti orqali 24 soat kecha kunduz yo'l ochilgani bizga vatanimiz bilan, Farg'ona bilan barcha hududlarga bordi kelishimizga yana qulay sharoit yaratildi. Endi biz bemalol 24 soat Chashma orqali, Farg'ona posti orqali Farg'onaga, O'zbekistonga, Samarqand, Buxoro, Xorazm joylarga bemalol borib harakat qilib, qaytib kecha kunduz kechqurun soat 12 bo'lsa ham suqimizga, jonajon vatanimizga yetib kelishimizga imkoniyat yaratildi. Bunga biz muhtaram prezidentimiz bilan faxrlanamiz. Ushbu chora-tadbirlar fuqarolarning harakatlanishini yanada erkin va qulay qilish, postlarda yuzaga keladigan tirbandliklarning oldini olish maqsadida joriy etilmoqda. Eng muhimi, bu yangi tartib o'zining purviqor tog'lari yu go'zal tabiati bilan barchani mahliyo etgan So'x tumaniga sayyohlarning oqimi ko'payishida muhim ahamiyat kasb etadi. Jahongir Sobirov, Mashhur Hasanboyzoda, So'x tumanidan tayyorlandi.